Bu erkak, er emas, avval erkak. Er yo'q, erkak bor. Chosmi? Erkakka avval erkakdek muomala qilasan, keyin u senga xotiniga erligini qiladi, ayolga. Biz rollarni avval ajratib olishimiz kerak. Ana bu fahm. Keyin ketdi farosat. Keyin уже tushuniladi. Ona sifatida farzandga qanday muomala qilish. Sen ering bilan urushib kelib, xotinligingni bolalaringga qilma. Sen bolalaringni yonida xotin emassan, sen onasan. Shu o'zgarishing kerak. Sanga Alloh ularni omonat qilib berdimi? Endi bu yerda sen marhamatli bo'lishing kerak. Chunki bola cherizsan dunyoni taniydi. Ering bilan o'zing kelishib ol, kashayni, короче. Bu yerda bolaga sen onaligingni qilishing kerak, marhamatli bo'lishing kerak. Chunki cherizsan u o'zini Robbisini taniydi.